Vitamin yetishmasligining belgilari. Organizmda vitaminlar yetishmasa, turli xil belgilar paydo bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan alomatlar quyidagilardir. Tez charchoq va holsizlik, doimiy charchoq hissi, ish qobiliyatining pasayishi, uyquchanlik, soch va tirnoqlardagi o'zgarishlar, soch to'kilishi, sochning mo'rtlashishi, tirnoqlarning sinuvchan bo'lishi, teri muammolari, teri qurishi, oqartirib yoki qizarib ketishi, yaralarning sekin bitishi, tez shamollash, infeksiyalarga moyillikni ortishi, ko'rish qobiliyati bilan bog'liq muammolar, kechasi yomon ko'rish, ko'z qurishi, asabiylashish, diqqatni jamlash qiyinlashishi, xotiraning susayishi, qo'l-oyoqlar uvishishi, mushaklardagi og'riq, suyaklardagi og'riq, tez tortishlar. Bularning barchasi vitamin yetishmayotganligi haqida ogoh etadi. Ayrim vitaminlar yetishmasligining o'ziga xos belgilari mavjud. A vitamini kechasi yomon ko'rish, ko'zning qurishishi. B12 vitaminida holsizlik, bosh aylanishi, qo'l-oyoqlarning uvishishi. C vitamini milk qonashi, yaralarning sekin bitishi. D vitaminida suyak va mushak og'rig'i, tez charchash. E vitaminida mushak zaifligi. K vitaminida qon ketishining uzoq davom etishi hodisalari kuzatiladi. Bu belgilar boshqa kasalliklarda ham uchrashi mumkin. Vitamin yetishmovchiligiga shubha bo'lsa, qon tahlillari topshirib, shifokor bilan maslahatlashish maqsadga muvofiqdir.